Yanga, sizga gapim bor. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Enangiz sizni menga o'sin qilib tug'ib berganiga rahmat. Yanga, Voy, sizga bitta gapim bor edi. Sizga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Onangiz menga ovsin qilib tug'ib berganiga rahmat. Ovsin, sizga gapim bor. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Onangiz menga ovsin qilib tug'ib bergani uchun rahmat. Assalomu alaykum ustoz. 44 ming marta minnatdorchilik yozib chiqdim. Ovsinmi o'zi kelib rahmat aytib qolsa bo'ladimi? Ongastim ochilyaptimi deyman ustoz. Minnatdorchilik daftariga 20 ming marta minnatdorchilik yozdim. Lekin o'zimga rahmat deyman desam, u mendan oldi aytdi. Demak, energiyam yaxshi ishlayaptimi? ustoz, men hali minnatdorchilikni yozganim yo'q edi. Lekin mana yoqdagi mendan birinchi kechirim so'rab javobdi bular. Men qarang, koinot shunda meni nima oldim tortib olyapti. Go'zallarim, o'zingni top marofonimga ketkada start ber. Siz ham o'qidingizmi? Aytdim, men o'zlaring rahmat demaysizlar deb. Shuni puliga bitta ko'ylak sotib bo'lmasmidi? Kelinlarim, sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Oyinglar sizlarni menga kelin qilib tug'ib bergani uchun rahmat. Qo'ying, zaten o'yinga yordam berib.